Ana kelyapti. Signal chal. Rossiyadan kelib yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik. Ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Tirikmi? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turib sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilek. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalni vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlayapsiz kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga bir narsa qilib qo'yadi mana shuning. Mana shu bolka chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kela? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ho'kizdek bo'lib ketibdimi? Nechta edi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bulay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Hey! Kim bu? Uyimizda begona xurros paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz g'ani. Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim. Amaki chektira olmaysizmi? Rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmanu. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Necha? Mana meni ham dadam bu Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kim? Dilmurod, Dima deydi hamma. Dadayman.